Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against Uyghur genocide! Fascist terrorist! Xi Jinping terrorist! Fascist China! Dictator China! Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Xi Jinping terrorist, fascist Xi Jinping, Nazi China. China stops genocide. China stops genocide. China stops genocide. Xi Jinping terrorist. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. China stop fuck murder. China stop fuck murder. China stop fuck murder. Virus China. Terrorist China. Xi Jinping terrorist. Fascist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Virus China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. CCP terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist China. Nazi China. Xi Jinping terrorist. Fascist China. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Fascist China. Dictator China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Sverige gira på Uiguren. Sverige gira på Uiguren. Sverige gira på Uiguren. China stop fuck murder. China stop fuck murder. China release my parents. Xi Jinping terrorist. China release my parents. Xi Jinping terrorist. Chen Changko terrorist. Joe Island terrorist. Fascist China. Dictator China. Virus China. China stop fuck murder. China stop fuck murder. China release my parents. China release my parents. Xi Jinping terrorist. Virus China. Fascist China. Dictator China. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China stops genocide. China stops genocide. Sverige gira på Uiguren. Sverige gira på Uiguren. China stop fuck murder. China terrorist. Fascist China. Dictator China. Terrorist China. Virus China. Virus China. Terrorist China. Fascist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Terrorist China. Joe Island terrorist. Chen Changko terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist China. Terrorist China. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Virus China. China release my parents. Xi Jinping terrorist. Joe Island terrorist. Chen Changko terrorist. Assalomu alaykum qarindoshlar. Abay ma'vu qulqimga ting'ishi uchun tiqishni unutib qolibman ekanman, ovoz chiqmay qolibdi. Ma'vu bir soatlik bo'ldi. Endi yana bir gap, tunugun telefonda yomon to'qqiz qolibdi, qisqalab gap qilay. Ma'vular yezig'liq bo'lgandan keyin. Tunugun va G'uljidiki bizniki shu dangliq savdogar Yoqub hojim akamiz shu turmada qaytirib bermaganlar botdi. Mana o'sha odamninki qizi Turkiyada o'qatdi. Mana qarindoshlar mana shunda ketib qoldi. Hey, bir kun bo'lsa parlament oldida xizmatini qilyaptiman ekanman deb qilinglar. O yozivergan bilan o yozgan boshqa chiqib, men to'g'lagan boshqa. Mushlarninki oromini buzitish kerak, xizmat qilish nimasini shu jiniga yetkazish kerak va
ishqib shu o'zinglar turayotgan davlatlarga boj to'lab ishlayotgan bo'lganki qonunliq ya'ni pasportinglar bo'lgandan keyin iltimos qilsanglar bo'ladi shularga kelib to'lab tushuntirib qilsanglar ham mana stop China stop genocide mana uyg'urlar irqiy qirg'inchilik to'xtatib mana o'tgan kashkanlar anglaydi u bir tallam narsalar bilan cheklanib qolsa qolmaydi xalq safarbarligi degan narsani keltirishimiz kerak shu undan keyin bizningki da'vo yo'limizni qandaqdir bir doktor yoki qandaqdir bir olim sizib bermaslik kerak xalq o'zi bekitish kerak qarindoshlar bizga mustaqillik kerak hozir uyg'urni tanishtirish emas bizni tanishtirmasimi 1800 yilda 1900 yilda shvetsiyalik ekspeditsiyalar akab va shvetsiya xon jamiyatining odamlari akab uyg'urlarni tanishtirib qo'ygan qarindoshlar g'ulji qirg'inchiligidan tanib bo'ldi o'rimchi qirg'inchiligidan tanib bo'ldi barin voqeasidan tanib bo'ldi uyg'ur irqiy qirg'inchilik yani texchi uyg'urni tanitishda bunday yuzak bo'lmaydi andaylar hukumatdagi liderlarninki gapini anglamasligimiz kerak o uyg'urni tanitimiz hozir vaqt soati emas o bu deb bunda olimlarimiz strategiya belgichiligimizdan og'zi qarab o'tolmasligimiz kerak o'zimiz ichimizdan chiqarib bir narsani talab qilishimiz kerak bizga o'xshash oddiy fuqarolar irqiy qirg'inchilikni to'xtat ota onamni qo'yib desak mana shu amerikalikka solih xudoyardek qarindoshlarimiz mana mustaqillik kerak deb amerikaniki matbuotlarda kunduz so'zlayotdi cho'ng xabarlarda xudoyim bo'lsa hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi bir narigi yo'qolang bir narsaning keyindan agishib yurmayli kallamizni ochayli qarindoshlar hayillab bo'lgan haq nafratimizni aniq shakllantirib ular bo'lgan noroziligimizni ifodalayli qarindoshlar u bizcha bakli zulmga ko'nib ketgan bir xalqamiz bor ilgarikin bir azroq bo'lsin bir nafsinglardan kechinglar yolg'iz qolganga hech nima bo'lmaydi qarindoshlar men hozir yolg'iz o'zim yolg'iz og'aylarim izimkaz izlab yurmang real bag'imkaz boravermang qarindoshlar o'ylab sorundan qilib qolamanki jamoatchilik arib qaysi jamoatchilik qarindoshlar sizlarga jamoatchilik kerakmi yo vatandagi tuqqanlarmi qarindoshlarga kerakmi shunda har bir tashkilotlarni qurib jamoatchilik tashkilot deb uyg'urlarni kontrol qilib bular uzundan beri mushtaqib kelgan qarindoshlar kallamizni echetayli haq yo'lda mangayli unda qilmayli va vatanlik qarindoshlar qirilib ketib bordi tuz ko'rib ketamiz man men chiqib sizlar ish yugatgandek odam emas amaliyotda men endi uyg'onganligim uchun qolganlarim uyg'onsin deyapman unda bo'lsa xudoyim omonat qarindoshlar chiqga haqqim yo'q bugun juma aka ammolarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin tunagan g'uljilik qarindoshlar tunagan mana shu g'uljidagi saxovatchimiz dangliq boy yoqub hojim turmada o'lib qolibdi qolgan qarindoshlarmi ota onanglar mushta chiqmasanglar ana xalqning qizi turkiyada o'qatdi o'lib qolibdi ana man xitoy raisi shi zinpin bilan shu bizni vatandagi shu partiya sekretari chinchonko shuni aytamanki meningki ota onam turmaga begunoh kirib ketdi meningki ota onam shu saq kirib ketdi 18 yildan keyin chiqsimi chiqib saq chiqmaydi uyliga chiqdimsa mayadiki man sanab qo'ygan uyg'urniki sanga xizmat qilayotganlar bilan diplomatlar bilan 17 odam sanab qo'ydim ko'gligini ko'zni ko'rsatma va qaqsh tetma ko'rsa shu chaqda u chaqda manmi kiribmishaning turmasiga yotgan ahvolga bo'laman cho'ng diplomatik siyosat tushib ketamiz u chaqda bo'pti unda qarindoshlar shi zinpinga hayvon ho'shqallarni jig' uyg'urlar irqiy qirg'inchilikni to'xtat bu itning kuchiga cho'shqa aramdan bo'lgan